Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilarimiz. Bugungi zakazlarimizni ham chiqarib yuborish arafasidamiz. 3 ta zakazimiz bor Namanganga. 2 ta 150 kvadratli kat yo'limiz Zember. Bitta 250 imiz. O'sha yangi variantdagi kat yo'limizni Namanganga chiqarib yuboryapmiz. Klientlarimiz iltimos qilishgan edi. Shundan bo'lsin iminna deb. Garajkalari ham tayyor. 2 ta 150 niki, bitta shu 250 kvadratlik. 150 niki ozgina kaltaroq bo'ladi. Buni qolgan eski videolarimizda ham aytib o'tganmiz. Bunkerlari bir xil. 150, 200, 250 bunkerlari bir xil bo'ladi. Ekonomishni yangi chiqqan variantdagi kat yo'limiz. Endi buni nomlaymiz. Nomlanganda xudo xolasa yozib olamiz. Bu ham tayyor bo'lyapti. Bu yerda ham 150lar, 200lar, har xilidan bor. Mana ular ham shu yangi variantdagilar. Ular ham ancha-muncha chiqqan. Ularning bir qator kraskasi qilinadi. Mana bu tarafda bor, bu tarafda ham bor. Mana tayyor bo'lganlari ham bor yana. Bir qator bizdan ham zoqasida ham bor. Hamma joy kat yo'l deyarli ishxona. Ishxona shunaqa bo'ladi, ozgina tartibsiz joylar ham bor.